Endi bolalar mebelini o'zingizga yoqqan narxda xarid qilsangiz bo'ladi. Lu do'konda tumbuchkali kravatlar likvidatsiya, ya'ni deyarli o'zini tan narxida xarid qilsangiz bo'ladi. Shu ko'rib turgan tumbuchkali kravatlarni deyarli o'zini tan narxida hisoblab beramiz. Misol uchun, shu kvadrat kravatimizni eng arzon narxda 2.125.000 so'm sotganmiz. Hozir narxini 1.750.000 so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Razmeri katta razmerligini xohlagan bo'lsangiz 2.250.000 so'm sotilgan. Hozir buni narxini 1.850.000 so'm qilib qo'ydik. Bu narxlar faqat do'konimizda turgan kravatlarga amal qiladi. Kravatga qo'shib katta kolyaska olaman degan mijozlarimiz uchun aynan katta kolyaskalarni ham deyarli o'zini narxida qilib beryapmiz. Misol uchun, shu ko'rib turgan Dva v одном Osson brendidagi kolyaskamizning 3.600.000 so'm sotilgan. Hozirgi narxi 2.199.000 so'm. Ko'rib turgan 3 v одном kolyaskalar 5.5 million so'm sotilgan. Hozir 2 million arzoniga, ya'ni 3.5 millionga xarid qilsangiz bo'ladi. Bu modelimizda atigi 5 ta dona qolgan. Do'konimizdagi tovarlar tugab qolmasidan o'zingizga yoqqanini tanlab olishga ulgurib qolamiz. Sonlari cheklangan.